Salom. Hozir bizni kartinkada mana bunaqa grissini degan snacklar ko'rib qoldik. Buni zelenligini oldik. Bu yoqda yo'q. Bitta pizzaligini oldik. Uyda obzor qilib ko'ramiz. Endi esa sizlar bilan mana shu grissinini yeb ko'ramiz. Men tanlaganlarim bu pizzali tanladim. Smetana с zelenью. Shunaqa to'g'ri bo'ladi shekilli mana. Endi yeb ko'ramiz. To'g'risini aytganda buni уже sinim ochib yeb ko'rgan, lekin men yemadim. Faqat obzor qilmagunimcha yemayman dedim, чтобы ekranda hamma emotsiyalarim chiqishi uchun. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shunaqa kichkina palichkali snacklar bo'lar ekan. Yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Buniki haqiqatan real smetana bilan chesnokka mazasi kelyapti. Menga yoqdi. Ham mazasi ham noni ham qanaqadir mazali, svejiyga o'xshaydi. Svejiyni qotirib qo'yib, mana shunaqa maza berishganga o'xshaydi. Endi pizzaligini yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, bu sinaqa semizroq ekan. O'zi hammasi har xil. Bismillahirrohmanirrohim. Buni mazasi haqiqatan pizzaniki kelyapti, lekin ko'proq qanaqadir izgarani hidi bo'ladi-ku. Hozir aytaman. Esa olishim kerak. Mangalda pishirilgan, ilije boshqacha pizzada xullas. Menga ko'proq to'g'risini aytganimda mana bunisi yoqdi. Hammaning o'zining vkusiga qarab, bu realniy pizzanikiga o'xshaydi, lekin men yeydigan pizzalarga o'xshamaydi. Shuning uchun vыбор o'zingizlardan. Menga ko'proq mana shu zelen со smetanani yoqdi. Narxini videoni boshida ko'rsatib ketganman. Agar sizlarga ham yana shunaqa qiziqarli snacklar, shirinliklar, restoran, kafe yoki boshqa ajoyib joylar kerak bo'lsa, albatta menga podpiska tashlab qo'ying. Xursand bo'laman. Bye bye.